bizni kuzatib turgan har bir ona, bemor qalbini va bemorni qarayotgan har bir onalarni meni tushunadi deb ishonaman. Chunki bunday bolani 8 yildan buyon mana bolnitsada yotibmiz. Sinovda, har bir kuni sinovda bo'lib o'tadi bunaqalarni. Farzandimning hozirda operatsiyasini qildirmasak, yosh katta bo'lgan sari uning operatsiyasi ham foydasiz bo'lishini aytishdi. Hozirda biz imkoni bo'lmay qoladi, iltimos sizlardan. Mening farzandimni yashab qolishi uchun o'z hissangizni qo'shing. Sizlardan yolvorib so'rayman. Avvalambor Alloh mening farzandimni yashab qolishiga o'z hissangizni qo'shinglar.